Alo. Allo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yo'lchi aka telefonimi? Ha, o'sha. Yaxshimisiz? Rahmat. Ishlayapsizlar? Rahmat. Aka, men Farg'onalik bolaman. Ana Xo'p. internetda anaqa ko'rib qoldim, o'shani telefon qilayotgandim aka. Xo'p. Ana tabib masalasida, ana gapni o'tirib, men dadam 2 marta bordi-da u tabibni oldiga. Xo'p. U dadamga men tavsiya qildim. Men undan davo ham hech bo'la qilmayman. Faqat hali kechagina internetda chiqaribki, kelganlar Allohga ishonmagan, xullas hali o'zidan ketib qoladigan gaplar gapirib tursa, iloji telefon qilyapman-da aka. Endi aka o'sha hozir buni oldiga kelib aldanib ketganlar. O'sha vaziyat bo'yicha biz surishtiruv olib borib, ularda telefon ovozlarini odamlarni ogohlantirishlik uchun o'zimizning sahifamizga joylab boryapmiz-da. O'zgartirilmagan holatda shunday. Yo'q, deganimki, haligi tabibning gapi o'tib ketdi, haqiqatan ham endi hali shuncha aldading, o'zi odamlarni yosh bola qilding. San misol juda ko'pchilik bizda o'zbekchilikda hali endi 5-600 ming ziyon qildim, endi misol hech bola emas degan odam ko'pda bizda. Faqat shuniki hali biz ham u tema ochilgandan beri o'zi men kuzatib boraman internetda, hali ishim degan yo'q edi. Faqat kechagina gapi hali chestingga tegadi-da, otangiz haqida misol otamiz o'shga bordi, endi biz otamiz haqida bizga chestingga tegib ketib turib iloji yo'q chiqyapman sizga. Endi hali bizni mahalla oddiy biz yaqinmizda sizni Qo'qonga. Dadam endi o'zi yaxshi ham o'zi mashinada minib borib keldi. Bizda hali moliyaviy tomondan nima desam bo'l, 2 marta oyog'iga sim qo'ydirdik-da, hali anaqa bo'ladi, yemirilish bo'ladi-yu. 2 marta sim qo'ydirdi, endi uchinchi oyog'i ham hech qanaqa yemirilish deb qoldi. Endi dadam men internetda ko'rib, dada dedim, hali hali narkoz olavermang, hali pul uchunmi? Yengilroq azoblik. Dadam endi 64-yilda endi aka, misol yoshi katta bo'lib qoldi, yosh katta bo'lganda o'zi 50 dan o'tganda 2-3 marta narkoz olyapti, hali kuchga emasin yurakka degan maqsadda aka, biz o'sha internetda ko'rib qolib, dadamga tavsiya qildim. Endi dadam keyin borib keldi. Oradan anchadan keyin so'radim. Men dadamki o'zi mashinani minib, o'zini mashinasida naqla. Dada dedim, tabibga o'tdingizmi desam, ha bordim o'g'lim, ta'sir qilmadi dedi. Hali dadam xijolat bo'lgandan bizga aytmaganda, hali o'g'limga hali malol kelmasin, puli operatsiyasi degan xayol bo'lganmi? Hali endi iloji o'zim aytdim meni. Dada dedim, shu tabibga bordingizmi? Nima bo'ldi? O'zgarish bo'ldimi? Desam, to'g'risini aytsam, o'g'lim o'zgarish bo'lmadi-yu. Endi men o'zim sezib qoldim, iloji yo'q. 3-siga oshtirdik, hali operatsiya qilgizdik. Bu ishga endi 1 yillarda bo'layotgan ishda endi aka. Faqat hali men kechagina 2-3 kun oldingi intervyusini ko'rib qolib, Iqboljon domlani, men yuzini ko'rmaganman ham u insonni. Faqat hali dadam 2 marta borib keldi. Hali borib kelganlar haqida yaxshi fikrda bo'lmaganligi uchun inson. Men iloji yo'q aloqaga chiqyapman. Biz undan hali moddiy va ma'naviy anaqa so'ramaymiz. Mayli, onasini hech qancha ziyon qilganimiz yo'q, 2 marta bordi xolos. Faqat hali aka shuni javobgarlikka torttiring aka. Siz aka shu insonni oxirigacha olib boring, haqiqatan ham xalq sizni duo qilib turibdi orqasidan aka. Chunki bunaqa maqsadimiz ham shu aka. Endi hozir u Iqbolni o'sha gapni gapirishligi o'sha ichidagi narsa tashqarisiga chiqib ketdi. Haqiqatda ham u kelib turgan odamlarni ikkalik ham ko'rmaydi. Shunaqa deb o'ylaydi. Endi bahanasi Xudo o'sha senlarni urib qo'ygan ekan degan bahanasi. U o'zi qip-qizil mashinnik, boshqa hech narsa emas. Endi hozir o'sha haligi nimalarga o'sha haligi buni tuzog'iga ilingan, o'sha reklamasini ta'siriga tushgan odamlarga ishonchini saqlab qolishlik uchun og'ziga kelgan gapni gapirib yuboryapti chiqib aka tarmoqda. Endi yoniga qayttoq bo'lmagan haligi nima desam bo'ladi, meni obro'sizlantirishlik uchun birov yo'lchi palon narsa qilib qo'yganda desa, darrov yoniga chaqirib, "Ke gapirtirib, meni gapimni quvvatini sindirishlik, yo'lchi o'zi shunaqa odam deyishlik maqsad." Endi mayli aka, kim nima maqsadda harakat qilib turgan bo'lsa, avvalo birinchi o'rinda Xudo ko'rib turibdi aka. To'ppa-to'g'ri. Boshqa hech narsa emas. Men tilimda bir narsa dovurganim bilan Alloh qalbimga qaraydi. U tildagi narsaga e'tibor bermaydi.
bu hayvondan farqimiz bizni aqlimiz bilanda endi aka. O'shanaqa. Misol deylik, sizni gapingizni ko'ryapmiz, uni gapidan chiqib turib, o'sha misol sog'lom odam, aqlli inson, misol endi yosh otalarda uncha bizchalik fikrlash bo'lmasligi mumkin. Biz endi yoshroqmiz. Demoqchiman, hali gaplarning mazmunidan ham kim manfaatdorligi bilinib yotibdi aka bu yerda. Hali ko'chadan chekkadan uchinchi odam bo'lib qarasangiz ham bilinyapti aka. U tomondan gap yo'q aka. Shuning uchun men sizni qo'llab-quvvatlash uchun aka, malades aka, zo'r ish qilyapsiz ekan. Nima uchun zo'r ish qilyapsiz? Birovni chopish uchun emas. Albatta. Haqiqatan ham chestniy o'g'il bola bo'lib, misol haqiqatan erkin Allohning o'tga qo'shib foydalanyapti, misol foydalanmayapti biz. Hali ahranlarini mana hozir odamlarda eshityapman-da gapini. Misol shu ahranlari ham o'zicha endi o'zidan ketib qolib, endi nima deydi, u yerda odamlar, insonlar u uchun u darajada past tabaqa emas biz-ku, insonmiz aka. To'g'ri, endi lekin uni huzuriga kelgan odamlar ular uchun odam emas-da. Mana otam o'sha yerga bordi, gapingizni bo'ldim aka, mana otam bordi-da, balkim otam ham noto'g'ri harakat qilib qo'ygan bo'lsa, o'sha kachunchalar o'shani harakat qilgan bo'lsa, meni hozir miyam qizyaptiki, dadam ota aytmaydi hech qachon bolasiga, o'g'lim mana bu yerda meni sal noto'g'ri harakat qilib qo'ydim, yo nima qilib qo'ydim, menga qo'pol gapirdi deb ota hech qachon aytmaydi-ku bolasi uchun. Albatta. Men endi hozir o'ylayapmanki, hali ota-onalarda eshityapman-da, yana qizalik kanalingizda qo'yapsiz-ku aka, qo'yayotganingizda bitta suyon bo'lsa, men bitta soqollisi kelib, meni nima qildi-da, mana o'sha soqollisini agar endi biz ham dadamizdan bitta xatolik o'tib qolib, bir xato qilgan bo'lsa, dadamizga shunaqa muomala qildimi degan hali miyada aka o't yonyapti. Agar biz O'zbekistonda yashayapmiz, qonun ustuvor davlat, hali misol ko'cha kuch bilan hal qilib bo'lmaydi-da hayotda ishini. Albatta. Qonun bilan hal qiladi. Shuning uchun aka iloji boricha aka shuni oxiriga yeting, biz aka qanaqa xizmat bo'lsa, mana shu nomerimni saqlanib qo'ying aka. Ismingiz nima? Ilhom ismim aka. Ilhomjon, avvalo duo qilinglar. Menga duodan boshqa narsa kerak emas. Sababi bu harakatimda ajri oxiratdan umidvorman. Boshqa hech narsa. Nimagaki men malomat qilinyapmanki, demak natija bor aka. Xudo xolasa aka, siz bu dunyoyingiz emas, u dunyoyingizni o'ylayapsiz, ish qilyapsiz aka, malades aka. Shu ishni o'ylashingiz ham o'zi katta nima aka? Bu dunyoni makriga uchmayotganingiz sizni yutug'ingiz aka. Agar men bu dunyo uchun qilyap turgan bo'lganimda, meni uyimga 2 marta taklif bilan kelgan bular to'xtashligimga-da. Aha. 2 marta taklif bilan kelgan, men aytganman, bo'ldi to'xtayman, sen to'xta. Aha. Senlar to'xta, bo'ldi odamlarni aldashlikni to'xtat, bo'ldi to'xtayman, bo'lmasa to'xtamayman. Aka zo'r aka, boshqa gap emas. Bunga ham men hozir birinchi o'rinda buni folbinligini yoshligimdan bilaman. Buni bugun ko'rib turganim yo'q. Bu folbin toza, dadasi ham folbin bo'lgan. Endi hozir meni ota avlodimda bor deyapti. Ota avlodida haqiqatda folbinlik bor aka. Bu biyanur degan narsa uzil kesil bunda yo'q. Bular prosta sxema qilgan aka. Sxema bu narsa o'shancha mana narsa piramida borligi uchun bizning harakatimiz juda sekin ta'sir qilyapti bunga. Ta'sir bo'lyapti lekin buni albatta ochamiz aka, ochamiz. Bu yilda oldida o'zi Xudoning ham sunnati bor, bunaqangi himoyasiz odamlarni, bunaqalarni bu ayovsiz bu aldaydigan odamlarni bu dunyoda boshqa odamlarga ibrat bo'lishligi uchun ko'rsatib o'tkazdiradi. Shunday ketmaydi. Unaqa darrov osongina o'lim topib qolmaydi. Bu hali qancha qiynagan bo'lsa bu nogiron bunaqangi kasallarda undan 2 baravar qiynalib o'ladi. Shuning uchun aytaman-da aka, men-ku biz-ku masalan katta misol bizni da'vo qilib, pul uchun gapirmayapmiz-da, borgan bo'lsa 2 marta bordi-da. Misol yaqin, masofamiz yaqin. Hali menga hozir gapi o'tib ketdi. Hali nima deydi? Qarang, Allohga ishi xush kelmaganligini tilidan bo'lsa ham Alloh buni insonlarga qanaqa insonligini ko'rsatib qo'ydi-da bu. Shunaqa. Endi oddiy misol mana kechagi kuni nimalarga nogironlarga telefon qildiribdi, bor men ko'rmayman seni, yo'lchini oldiga bor debdi. Yo'lchi ko'radi. Ko'rdim aka, u mutaxammis, menga telefon qildi, sizni kim chaqirdi desam, Iqbol chaqirdi. Yaxshi, ko'rmayman deyaptimi desam, ko'rmayman deyapti. Kim ko'rar ekan desam, siz ko'rar ekansiz. Ha, kelavering dedim. Uniki ham bir xil, meniki ham bir xil. Ta'sir qilmaydi aka. Bitta farqimiz bor. U pulga ko'radi, men bekarga ko'raman, kelavering dedim.
Malades. Endi boshqa nima gap endi? Nima deysiz endi bu odamga-da? Bir xil ikkalamizga ham sodda bizda aka, endi yo'q, bu soddalikdan emas, aka, soddalikdan emas. Bu o'sha odamlarni yo'q, misol demoqchimanki aka, misol siz shu gapni gapiryapsiz, shuncha internet kuzatgan odam уже bariga bo'ldi, hisobini chiqaradi. Уже nima deydi, boshida siz aytmasi, foyda anaqa nima deydi, davolanish uchun odamlar ko'zi ko'r bo'lib qoladi. Bu aldedimi, bir marta borib ko'ray deydi-da, уже odamlardan shunaqa. уже ko'ryapti, men bilyapman, aka, men siz anchadan kuzatib turibman-da, bir 10-15 kundan shu tema bo'lyapti. Men iloji yo'q, bugun sizga chiqdim, hali gapini men bugun eshitibman-da, hali. Shunaqangi dedi. Endi biz ham o'sha chiqib o'sha kuniyoq efir qildik. Sen aytgan darajadagi odamlar emas ular. Albatta, aka, u inson hali kimga o'xshatib qo'ydi ba'zilarni bilmadim. Hamma tomonlama, din tomonidan ham Allohga shukr, moliyaviy tomondan ham hamma tomonlama o'zimizga yetarli insonmiz. Faqat endi bizni aybimiz unga ishonib qolganimiz bo'ldi-da. Endi aka, uni reklamasi bor-ku, o'zi bu piramidani bitta sotadigan narsasi bor-da, boshqa sotadigan narsasi yo'q. U ham o'sha reklama. O'sha reklamani sotyapti. O'sha reklamada kelgan odamni uzoq vaqt ichida ushlab turishga harakat qilyapti aka. O'shani otamga men tavsiya qilib men jo'natibman. Endi reklamaning ta'siriga siz tushgansizda, o'shaning uchun siz jo'natgansiz. Albatta, o'shanga men hali endi qayta narkoz olmasin, degan hali yosh katta odam, narkoz olmasin degan maqsadda bo'ladi-da. Aka, ishlaringizga omad. Mayli, Ilhomjon, yaxshilikda ko'rishaylik. Ilohim aka, ishlaringizga omad. Duo qilib turinglar. Albatta aka, xo'p bo'ladi.